Abi Qatada radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mintib aytib жатқанын o'qdim. Man sarrahu ayyunajjiyahu Allohu min karbi yawmil qiyamah. Kimdi qiyomat kunindagi qiyinchiliklardan qutuluv qursan qilsa, kimdi qiyomat kunindagi qiyinchiliklardan qutuluv qursan qilsa, o'shaning qalasa qutuluvni falyunaffis an mu'sirin aw yad'ahu anhu. Keday adam qarz bo'lsa, o'sha qarzini jengildetib bersa, jengildetib beru degan azaytib, je mönötün cho'zib bersa, je bo'lsam, andan butunday kechirib salsa, anda o'shanday qilsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan. Muna hurmatli tuğan, aqiratimizni biz bu dunyoda aqcha menen da chechib alsak bo'ladi. Qantib, o'shol chiniga muhtoj adam qarz algan bo'lsa, o'shol qarzni kechiktiru, je bo'lsam azaytu, je bo'lsam butunday kechuv menen sizdin qiyomatdagi qiyinchiligingizni Alloh subhanahu va taolo jengildetib beradi. Boshqa hadislarda keladi, ushunday adamni qiyomat kunida olib boradi. Öte күнөкөр bo'ladi al. Күнөкөр bo'lib qiyomat kunida Alloh taolaning oldida ferishtalar olib borib, "Mana öte nachar adam, bu tozoqqa loyiqdir." Biroq bir amali bor ekan, bu qarz beretken insonlarga. Anan alar bera olmay qolsa, ani so'rabay qo'yadi ekan. Alloh subhanahu va taolo ani o'qib turib, butunday qilgan gunohlarini kechirinsin, al beyishga tatiqti bo'lsin deb aytadi. Ya Rasul, ya Allah, ferishtalar so'raydi. Bu qanday ushul ele qilgan amali bilan ushunchalikmi desa, Alloh taolo aytadi, bu o'zuncha bu bereshen bo'lib жатат. Biz ağa qaraganda da bereshenbiz. Al beyishke tushsin deb aytadi. Hurmatli tuğanlar, bereshendik insonni beyishke kirgizadi. Qanday bereshendik? Bereshendik desa, do'stingiz to'y qilsa, meni ko'rak to'yona qo'shsin deb aytsin elder deb, ko'rak to'yga qo'shimcha qo'shsungiz bereke emas. Balаңызды үйлеп жатып 10 машинаны ЗАГСқа чыгарып коюшуңуз берешендик эмес. Балаңызга сүннөт той кылып жатып улак беришиңиз берешендик эмес, урматтуу туган. İnsandын берешендүүлүгү, инсан тапкан байлыгын биринчи Алла Тааланын өкүмүн тургузууга, орозосун, ажылыгын, зекетин тургузууга, андан кийин муктаж адамдардын муктаждыгын бүтүрүүгө жумшаган адам мына берешен адам.